وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. بسم الله الرحمن الرحيم. Hürmetli qarindoshlar, biz dedik şu ibodatlarda şu ibodatni tushunib qilish ajoyib bir ahamiyatga ega. Tushunib qilgan ibodat bilan tushunmay qilgan ibodatning o'rtasida ajoyib zo'r farq bor. Agar biz bilsak bu ibodat degan Alloh jalla jaloluhuning bandalarga qilgan bir rahmatidan iborat. İbadatning lazzati bor. İbadatning feyzi bor. Hatta bazı ibadatning lazzini tetigan kişiler navada cennette muşundaq bir rahat bolsa cennet hakikaten esil joykan devetken. İbadatning lazzini tetib agar lazzat cennetki lazzat muşunda bolsa cennet hakikaten bir katta joykan devetken. Şunun üçün bu ibadatni tushunib qilgan odam bilan tushunmay qolgan odamning farqini mundaq bir misol bilan tushuntirishga bo'ladi. Ikki jinoyatchi bor ekan. Ikkilisi muddatsiz turmaga mahkum bo'libdi. Bu ikki odamga sen bugun bu yerdan 10 metr cho'nqurlikda bir quduqni qazaysan deb toz ash pishg'irim aptapda bu ikki jinoyatchiga quduqni qo'li qilsabdi. Ammo bir jinoyatchiga saqchi mundaq debdi. Sen mishani 10 metr qo'lisang, seninki gunohsiz ekanligingni isbotlaydigan bir material chiqadi. Shuning bilan sen bu turmadan ozod bo'lsa debdi. Biz o'ylab baqaylik. Mush ikki jinoyatchininki shu quduqni qizish jarayonidagi ro'y holatiga, tashabbuskorligiga biz qarab baqsak, bo'lib qilgan ibodat bilan bilmay qolgan ibodatning farqini his qila olamiz. O'zininki mush 10 metr qo'lisa, mush qulluqdan iborat bu turmadan qutulganligini bilgan odam qanchalik bir hayajon bilan, qanchalik bir xo'shallik bilan yerni qiziydi, ammo bilmay qo'lg'ini nayt o'rinliq bilan, xo'sh yoqmaslik bilan faqat shu saqchininki jazolashidan qo'rqib shakli jihatdan qaziydi. Mana bu ibodatni tushunib qilgan odam bilan tushunmay qilgan odamninki farqimiz shu qarindoshlar. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu Ka'badagi Hajaril Aswadni suyib, "Ey tosh, sen bir tosh, men bilmasam bir toshdan boshqa narsa emas. Allah bilan qasamki, Rasululloh seni suyganlikdan meni suyma" deb bu haramninki ibodatning mohiyatini bayon qilib bergan. O tosh nima uchun suydi? Faqat Rasulullohga ergashganlikdan suydi. Bo'lmasa biz qarab baqaylik. Arafatda toshning ustida turamiz. Muzdalifada toshning ustida uxlaymiz va toshni terib, atisi toshni toshga otamiz. Safa Marvada ikki tog'dan iborat toshning o'rtasida o'ttirsida sa'i qilamiz.
agar buni bir tushunmagan odam bo'lsa, bu faqatlam bir tuturuqsiz, ma'nisiz bir shakli ishdan iboratgan, bu nima deb qilish mumkin qarindoshlar? Shuning uchun tushunmagan hojilarimizmi, voy haramdisi nima ekan debdimikanmiz, voy noytiq mushunchalik ishkan deb qaytib ketib qoladi. Shuning uchun biz bu darsimizda hajlarning va haj faoliyatining va har bir harakatning va mush hajning rad tartibining hikmat sirlarini Allah subhanahu wa ta'ala bizga bildirgan miqdorda haqqasinglarning huzuriga sunamiz. Qarindoshlarim, bu haj bo'lsa Allah jalla jalaluhuning biz musulmonlarga ato qilgan ajoyib cho'ng bir ne'mati. Hey, bir hajga borgan odam nima bilan qaytadi bilamsizlar qarindoshlar? Bütün gunohlari yuyulgan. Nama amel daftarlari gunoh ma'siyatdan taltukus yuyulgan, o'chirilgan holatda onidan tug'ma holatga qaytadi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday deydi. Kimki haj qilsa, shu hajda axloqsiz ish-harakatlardan, so'zlardan jiroq bo'lsa, gunoh ma'siyatlardan jiroq bo'lsa, xuddi onisidan tug'ma holatga qaytadi deydi. Siz bir balalarning sabiylik holatiga, balalarning, buvoqlarning poklik holatiga qaytishni xohlamamsiz? Hey, balki siz daftarlaringizda gunoh ma'siyat yuyulgan holatga qaytmaysiz. Balki nomuamal daftarlaringizning hammasi savob, ajr bilan, Allohning rahmati bilan to'shqan holatga qaytasiz. Bu nima degan katta ish qarindoshlar. Haj faoliyati bo'lsa, bu unutilmas safar bo'lsa, inson hayotidagi cho'ng bir o'zgarishning bo'lganligidan darak beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo sizni necha ming kilometr yerdan chaqirib akilishdiki, nishon maqsad nima qarindoshlar? Agar hajni bilsak, hayotimizdagi bir islohotning, o'zgarishning boshlanganligini, Allah jalla jalaluhu bilan bo'lgan aloqamizning yangidan bir o'zgacha bir yaxshilanish bo'lganligining boshlanganligini, hayotimizning sahifasida yeni bir batning ichilganligini, bizning shonliq bir hayotimizning boshlanganligini bildirdi. Haj ajoyib cho'ng ne'matlardan iborat. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shunday deydi. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام deydi: أي ربimiz, من حقيقة مش أولادlarımni deydi. Yani Hacer bilen İsmail aleyhisselamni bir giya bulmağan qaqqas ziminden ibaret hariminin qishida qo'ydim. Ey Rabbim, mening shu avlodlarim namozni barpo qiladigan kishilardan bo'lsin. Ey Rabbim, sen kishilarning qalblarini deydi, yuraklarini mush haramga talpindigan qilib bergin. Haram, xoni Ka'ba, Baytulloh desa, yuraklarda bir xil pish qiladigan o'tni paydo qilib bergin deydi. Mana bu oyat. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning til orqali nima deyotdi? İnsanlarning yuraklarini bu haramga talpindirib bergin deydi. Demak,
Allah subhanahu va taala bizdan nemin tilaydi ekan haramda qarindoshlar? Yuragimizni tilaydi, jasadimizni emas. Yuragimizni tilayotdi Allah subhanahu va taala. Undaq bo'lgandan keyin bizmi o'zimizdagi eng qimmatlik bir narsani Allohga hadiya qilib haramga apirishimiz kerak. İnsandaki en qimmatli narsa nima qarindoshlar? Albatta yuragimiz. Yuragimiz qarindoshlar. Men bir vaqalikni eslab qoldim. Vatandagi chaqda turmida musulmon bo'lgan bir xanzu bola bilan uchrashdim. İsmi İbrahim. Bu bal deydi, men turmida yetish jarayonida turmidagi Uyg'ur bolalardan din o'rganib, ondan jamiyatga muddatdan to'shib chiqqandan keyin islomni haqiqiy o'z hayotimda bir qonun qilib, shu islom bilan yashashni o'zimga bir burch qildim deydi. Zaten mushunda yashay dedim deydi. Men islomdagi mush namozdan iborat ibodatlarni qilib bir şundaq bir qalbim laziz keldiki, Allah Celle Celaluhu'ga bo'lgan muhabbetim qalbimdan şundaq bir urg'idiki dedi. Ya Allah. Allah subhanahu va taolaga şundaq sig'indim. Allah'ını söyledim. Men bu İslam imanның bunçola bir ulug' ni'mat, bir ulug' bir nur ekanligini az to'l his qildim deydi. Allohni söyledim. Allah'ның Rasulini söyledim. Bu İslamni söyledim. Lekin Mana mushundaq cho'ng ne'matni ato qilgan Rabbim Taolaga men nima qilib bersam bo'ladi dedim. Men turmadan yeng chiqdim. Menda iqtisod yo'q. Menda Alloh bergidek hech nima yo'q. Men bir yotadigan yerning tayini yo'q bir banda to'sam. Mushu men so'ygan Rabbimga nima bersam bo'lar deb o'zimda bonasin aqtirib baqsam, menda qalb borkan mush qalbimni Allah Celle Celaluhu'ga bugundan boshlab atavatdim dedi qarindoshlar. Shuning bilan men haftada 2 kun deydi. Allah yo'lida da'vat qilib 2 oy ichida Xualingdagi 230 xanzoni islomga akirdim deydi qarindoshlar. Mana bu Allah bizden yürükümüzden talep kıldı. Bulup mu haramga bağan hacılardan yürükün talep kıldı. Fec'al af'idatan minen nasi tahwi ileyhim. Ey Rabbim, kişilerin kalbini şu haramga aş telpindiğen, haram dese yürüğü paş kılıdığan bir kişilerini kıppadığın deb İbrahim aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'dan talepti. Dünyanın her qaysı joylaridan şu 4 yılning birisi İslamdan burun, İslamdan keyin necha ming xalq muhjaygan qiyrilar, saqallari aqargan bovaylar otlar minib piyoda bu haramga kelyotdi qarindoshlar. Lekin biz bu yerda tushunadigan muhim bir nuqta, haramga borgan odam yuragini Allah Celle Celaluhu'ga so'g'at apirish kerak. Chunki Allah hajdan iborat bu cho'ng ne'matni bizga bergan ekan, biz nimani bilishimiz kerak? Allah bizdan nimani talab qilyotdi? Yuragimizni talab qilyotdi. Jismimizni emas. Bizdan hech narsa lozim emas Allohga. Allohga bizdan lozimi mana bu bizning qalbimiz qarindoshlar. Hammamiz bilamiz, bu haj bo'lsa islom dinidagi 5 farzning biri. Kimiki iqtisodiy jihatdan sharoit to'liq bo'lib haramga bora olish uchun yo'l ravon bo'lsa, bu hajga bormasa,
bu adamning iymoni to'liq emas qarindoshlar. Bu odamni to'liq musulmon degili bo'lmaydi. Navoda bu adam iqtisodiy jihatdan va sharoiti haramga berishga ya'ni sharoiti tushib turib haramga bormay o'lib ketsa, bu odam noyda xatarlik bir o'limda o'lgan bo'ladi. Bu kallamizda aniq bo'lish kerak. Allah subhanahu va taala mushundoq bir ulug' ibodatni bizga jildi faraz qilmadi. Balki hayotimizda bir qitim faraz qildi. Nima uchun? Yanil Alloh jalla jaloluhuning bizni yaxshi ko'rganlikdan qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundoq deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shu hajda bizga nutq so'zlaydi. Nutq so'zlab ayyuhan nas qad faradallohu alaykumul hajja fahajju. Ey insonlar, Allah subhanahu va taala sizlarga hajni farz qildi. Sizlar haj qilinglar dedi. Degankin bir odam deydi, ya'ni bir sahabi, yaqini Aqra ibn Habis degan sahabi, "Ya Rasululloh, bu hajni har yil qilamdiq" deb so'radi deydi. Rasululloh jim turib oldi. Bu sahaba 3 qatim bu savolni takrar so'radi. Mana shu asnoda Rasulullohga vahiy keldi. Rasululloh nim dedi? Yo'q. Sizga haj umringizda bir qatim farz bo'ladi. Navoda men ha degan bo'lsam sizga har yilda farz bo'lib qolgan bo'ladi. Sizlar buningga taqat qilolmaytinglar. Sizlar bundaq savolni ko'p so'ramanglar. Sizlar payg'ambar burunqi ummatlarning payg'ambarlar bilan davomli jangi jidal qilib, ash quruq, foydasiz, mazmunsiz, ahamiyatsiz savollarni ko'p so'rab, Allah ko'p ketganini anglamaganmi? deb Rasululloh bu sahabiga ogohlantirishdi. Bu hadisda nayt cho'nqur ma'nolar bor. Boshqa bir darslarda to'xtalamiz inshaalloh. Lekin bizda shunday bir illat va shunday bir diniy bildigan odamni ko'rsak, hech qanday bizga munosabatsiz, biz beshimizga duch kelmagan har xil qalamqon savolni so'raymiz. Qarindoshlar, o'zimiz ehtiyojli, jamiyatimiz duch kelgan prinsipal, cho'ng butun ummatga aloqador savolni so'rash mana bu musulmonlarning axloqi. Endi Ayşe anamız deydi, men Rasulullah'dan so'radim deydi. Yani bu Rasulullah'ның hadislerden, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden Ayşe anamız şundak bir düşençini düşendi. Ne mi dedi dese, ya Rasulullah, biz qarasak, muş cihat acayip çoğun bir ibadetken. Bu cihatның aldı o'tadigan bir ibadet yokken, onda bo'lgan ekan, biz nimdep cihat qilmaymiz deb Rasululloh mushunda desam, Rasululloh nim dedi, yo'q. Sizlar ayollarga nisbatan qabul bo'lgan haj ajoyib cho'ng ibodat dedi. Bu hadisda nima tushunamiz degan vaqtida ayollarga nisbatan haj cihat bilan o'xshash bo'ladi. Yana bir ma'nodan aytganda bu haj ajoyib ulug' ibodat, ya'ni cihat bilan tang darajadagidek turdiganligini bildirdi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan mundaq bir savol so'raldi. Ya Rasululloh, ayyul a'mali afdal? Ey Allohning payg'ambari, bu dinimizda eng afzal amal qaysi debdi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. İmanun billahi va rasuli deb javob berdi. Allohga iymon keltirish, Allohning payg'ambariga iymon keltirish eng afzal amal dedi. Ondan ya Rasululloh, uningdan qaschu debdi. Allah yo'lda qilingan jihad dedi. Ya Rasululloh, uningdan qilib qaschu debdi. Qabul bo'lgan haj dedi deydi. Ayşe anamız deydi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan mush so'zni anglagandan tortib hajni faqat tark etmadim deydi. Demak, haj mana mushundaq ulug' ibodat qarindoshlar. Endi biz bu hajninki safarda, bu unutilmas safarda sarf qilingan pulga qanday ajr berildi? Buni bilmoqchi bo'lsak, Rasulullohning so'ziga
quloq solaylik. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah bi 700 da'f" deydi. Haj yo'lida hajlangan, sarf qilingan pul puchak bo'lsa, Alloh yo'lida jihad uchun ishlatilgan pul puchakniga o'xshaydi deydi. Balki 700 hassa deydi. Yani Alloh yo'lida jihad uchun ishlatilgan mol-mulkning ajri 700 hassa bo'lgandek, hajning mo shundaq 700 hassa bo'ladi. Yani bir qo'y haj uchun xashlasang 700 qo'y xashlaganning ajri berildi deydi qardoshlar. Buningdan nima tushunamiz? Buningdan bu hajning ajoyib bir cho'ng ulug' ibodat ekanligini tushunamiz. Shuning uchun sizning sharoitingiz bo'lsa, sizning pasportingiz bo'lsa, iqtisodiy jihatdan sharoitingiz bo'lsa, haj qilishga aldirang deganlik bo'ldi qarindoshim. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men mushu musulmon chigirs ichidagi rayonlarga bir ma'lum kishilarni avassam. U kishilar shunda bir tekshirish jarayonida haj qilishga sharoit turib haj qilmagan insonlar bo'lsa, men ularga kofirlardan ilindigan bajni olsam deydi. Yani kofirlardan qanday baj olsam, shulardan bir baj olsam, yani jizya olsam deydi. Ma hum bi muslimin, ular musulmon emas deydi. Mana bu Umar radhiyallohu anhu so'zi qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhu bu kofirlardan olgan bajni shulardan olsam degan nima degan gap? Yani ular musulmon emas dedi. Keyin ta'kidlab ular haqiqatan musulmon emas dedi. Buningdan hajga qodir turib haj qilmaganlarning gunohining ne kadar büyük ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Umar ibn As radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men Rasulullohning qashig'iga keldim" deydi. Yani bay'at qilg'ili keldim. Yani yan musulmon bo'lib Rasulullohning qashig'iga keldim, kelib ubusut yadak dedim. "Ya Rasululloh, qo'llarini chiqarsizlar" dedim deydi. Degankin Rasululloh qo'lini chiqardi deydi. Shuni bilan men Rasulullohninki qo'lni tutib, cheng tutib, jim turib oldim deydi. Turgan kun Rasululloh "Sana nima bo'ldi?" degankin, "Ya Rasululloh, men sizlarga bay'at qilmoqchi. Yani jinim, melim Alloh yo'lida fido. Buningdinki barliq hayotim Alloh rizoligi uchun sadaqat deb shunda bay'at qilib keldim ya Rasululloh, lekin shartim bor" dedim deydi. Deyakin Umar sening nima sharting bor deb Rasululloh so'radi deydi. Men dedim, mening shartim ya Rasululloh Allohning kechirim qilishini, menga iltifot qilishini, mening gunohimni kechirishni so'rayman. Chunki men musulmon bo'lishdan burun nurg'un gunohlarni qilib solgan insonman. Men buningdanki hayotimni, mol-mulkimni, barliqimni Alloh yo'lida atashga tayyorman ya Rasululloh, lekin shartim Alloh meni kechirsin dedim deydi. Degankin Rasululloh javob berib: "Ey Umar ibn al-As, sen bilmamsa, islom burunqi barliq ishlarni jup pak-pakiz qilayotganligini bilmamsa, hicret, Allah yo'lida qilingan hicret, yani o'z vatandan boshqa yerga berib, shu yerda kuch to'plab, qayta vatanga qaytib kelib, o'z vatanimga ega bo'lma deb hicret qilgan bu hicret burunqi gunohlarni butun yuvatadiganligini bilmamsa, hajdan burunqi butun gunohlarni yuvatadiganligini bilmamsa dedi deydi qarindoshlar. Buningdanmi biz maqbul bo'lgan hajni qila olsak, faqat haj emas qarindoshlar, hajjatun mabrur degan gap ayada. Yani maqbul bo'lgan, shariat bo'yicha, o'lcham bo'yicha Alloh rozi bo'lg'dak haj qila olgan odam bo'lsa, hajdan burunqi butunlay gunohlaringni, mayli gunohi kabir bo'lsin, gunohi sig'ir bo'lsin, seni onadan tug'ma qilayotganligini mana bu hadisdan bilib olaymiz. Demak,
Bu hac ana mushundaq ulaq ibodat qarindoshlar. Demak, sening aş tağdak gunohlaring yuyilib, xuddi sen hech qanday bir gunoh qilmagandak, aşındaq pokiz, aşındaq pok, xuddi sabi bolalardek uyingizga qaytisiz, hey hojin degan bo'ldi. Allah Celle Celaluhu'nun bizlerge qilgan nima degan katta rahmeti bu, nima degan katta fazli bu. Nihayeti biz qalbimizni Allah'a bersak, biz hacni tushunib, Allah bilan zod ashada ravus o'lchamlik haj qilsak qarindoshlar, bu gunohimizni mushundaq oson juyalaymiz emasmi? Agar unda bo'lmay, oshundaq rasvo gunoh bilan, oshi rezil jinoyat bilan Allah'ın aldığı berib qalsak, mana bu yüzümüz bilan Allah'ның jamoliga qanday qaraymiz qarindoshlar? Bu gunoh ma'siyat o'tkazgan ko'z şu günah ma'siyatni jumay turib Allah'ның jamoli qarayanmaydi qarindoshlar. Bu günah ma'siyat o'tkazgan bu inson şu günah ma'siyati bilan mumkin emas Allah'ның jamoli qarayanmaydi. Chunki jannatga gunohdan tel tüküz pak bo'lgan inson kiralaydi. Biz bu dunyoda gunohimizni juyib bormaydi ekanmiz. Bu gunoh nerede juyildi bilamsizlar? Do'zaxning o'ti bilan juyildi qarindoshlar. Mana bu hac Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz insonlarga rahmat qilib, şu gunohni juvaldigan bir daryosi. Bu daryoni bizga Allah tayyor qiladi. Şu daryoga tushib gunohini juvaldaydi. Buningga siz tayyormi? Bunun için niyat qiltamsiz qarindoshim? Voy niyat qiling. Alloh men nisib qilsa men bu yil cho'qim hajga borman deb niyat qiling. Agar bora olsangiz Allah'ның fazli, borammasınız niyetinizga yarasha, samimiyetingizga yarasha Allah'ның ajriga erishsiz qarindoshim. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem bütün mümin musulmonlarga xitob qilib shunday deydi: "Ta'ajjalu bil hajj." Hajga aldiranlar. Hajga davomli saykush qilib, men haj qilsam bo'ldi deb tirishinglar. Chunki siz bilmaysizlar, qachonlik kasal bo'lasizlar, qachonlik iqtisoddan ayrilib qolsizlar, sharoit qachon o'zgarib ketishini bilmaysizlar. Chunki inson bilmaymiz qarindoshlar. Pul vachaqda pul ketib qoldi, iqtisod ketib qoldi, kasal bo'lib qolamiz, pasport olamaydigan ehtimol bo'ldi. Shuning uchun fursatli bo'ldi ekan, siz bu hajga aldiranglar dedi. İnşallah keyingi darsimizda biz bu hajning faoliyatlarini, ihrom degan nima deb Arafatdan burun Minoga chiqamiz. Nima uchun Arafatda turamiz? Buning sababi nima? Nima uchun Muzdalifada qonamiz, qonmaylam Minoga qaytib kelmaymiz? Nima deb shaytonga tosh atamiz? Mana buning sir hikmatlarini sizlarning huzuringizga sunamiz. Diqqatinglar, keyingi darsimizda bo'lsin, sizlarni Allohga topshadim. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.